Dresko'da yilning birinchi aksiyasi. Bilaman aka, shundoq ham o'ylaydigan muammolaringiz ko'p, lekin shu sovuqda nima kiysam ekan deb o'ylab o'tirmay, siz uchun kurtkalarni ham aksiyaga qo'yib yubordik. Bu quruq sovuqda sizni faqatgina qalin, orqalaringizni to'liq yopib turadigan shu kurtkalar qutqarib qoladi aka. Buni qalinligini qarang aka, astarlari ham issiq, ichlari hali fiber bilan to'ldirilgan, usti bo'lsa eko kojadan. Bu degani yomg'ir, qorni umuman o'tkazmaydi. Narxi aksiyada atiga 109.900 so'm. O'tgan safar xuddi shu polo sapoklarni aksiyaga qo'yganimizda bir kunga qolmay tugagan edi. Lekin bu safar tugab qolmaydigan maksimalli ko'proq kolleksiyada aksiyaga qo'ydik. Naturalniy koja hamda zamsh variantlari bor. Podoshvalari gelvi, egiluvchan, uni ustiga juda ham yengil, olasiz, любой shimlaringiz bilan maza qilib keturasiz. Narxi aksiyada atiga 119.900 so'm. Okey, bu safargisiga ulguring, yana tugab qolmasin deyman-da. Bu aksiyamiz 10-dan 13 yanvargacha bo'lib o'tadi. Dresko, sifatni his qiling, narxini o'ylamang.